aytyaptilar, vitaminlarimni ichaveringmi debdi. Bunaqa kichkina sroklarimizda основной ichiladi, birinchi homiladorlikda. Tak, o'sha foliya, o'sha yodomarin и vitamin D. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas bola uchun. Yaxshi ovqatlansanglar, shuni o'zi yetadi. Agar ovqatlana olsanglar, toksikozinglar bo'lmasa. Mana varikozlar chiqishi boshlagan homiladorimda bu norma. Oyijonlar hammada, почти hammada varikozlar bo'ladi. Homiladorlik vaqtida keyin kirib ketadi. Qovog'ingizda oyisi mana boya aytdim, sanchuvchi, tortuvchi og'riqlar bo'lsa, sizlarda ham oyijonlar kichkina srokda homiladorlikda bu norma. Tez o'tib ketyaptimi og'riqlar? Xavotir olmanglar, sanchadigan, o'sha tortadigan og'riqdan xavotir olmanglar. Yomon og'riqlar, xavfli og'riqlar sizlar srazi выделениyalarni o'zgartirib, uzoq vaqt davom etadi. Yotsanglar ham, dam olsanglar ham o'tib ketmaydi.